Bittada ko'rishda 3 santimetrlik Tambraun toshlar effektini beradigan old qismini ko'rishingiz mumkin. Abmanga bo'lgan choklariga esa Binfix grantkilarni ishlatganmiz. Ko'rishingiz mumkin qorasidan millimetr o'tib turibdi. Agar siz ham padakorningizda old qismi mana shunaqa qalin bo'lib, lekin o'zi arzon tushishini xohlasangiz, albatta sizga Abmanga xizmatini tavsiya qilamiz. Tambraun Dakda o'sha polirovkasini maqtagan toshimizdan xudo xohlasa kelib o'sha aloqaga chiqib olasizlar.